Hamma yomonlayapti, do'stlar, qo'yib ko'rsataman, qo'yib, tayinlab ochib beraman kerak bo'ladigan bo'lsa. Menga qaranglar do'stlar, yomon bo'lsa odamlar mashina qilib uyiga qurdiramiz. Birovni tomini urib, nima qilyapsan deb yana taydonmi uydagilari yashayotgan. Qarang do'stlar, taydan nima olib chiqyapman men? Tayida turpoq turibdi, ko'ryapsizmi? Turpoqni ustidan quyilgan bu narsa. Sababi xuddi mashina bo'lib, yorilib do'stlar, treshina berib, issiq sovuqda chiqarib yorib, qishda uyi isib ketyapti, yozda sovib ketyapti deganlarga do'stlar, yangilik mahsulot. Ya'ni do'stlar, penalon bos bo'ladi. Endi siz mashinaga do'stlar to'sin tashlaydigan bo'lsangiz ham belini bukib yormaydigan bo'ladi, issiq suv yuzni ushlab beradigan bo'ladi. Eng qizig'i qaranglar, 35 ming so'mdan xomashyo usta haqqisi hamma yo'g'ini o'zi bilan olib kelib 5 sm dan chiroyli qilib quyib berishyapti degan. Menga 7 quyib bersangiz 45 mingdan vodiy bo'ylab. Video pastiga nomer qo'yaman, aloqaga chiqadigan bo'lsangiz, endi loylon bozni bosib tonnalab yuk tagida o'tirmaysiz do'stlar. 3 baravar yengil narsani shunday quydirasiz, rasxot o'zida to'ki bilan abetini qilib bersangiz bo'ldi.